Burunda pachoqlik va qiyshiqlik. Buni gel bilan to'g'rilashimni so'rag'asi yo'q. Bunaqa muolaja qilmayman. Sababi buni albatta ichki holatda tekshirishimiz kerak. Lorga boramiz, rentgenlar qilishadi, qiyshiqlik bormi, yopiqlik bormi, ularni tekshirish kerak. Albatta ustki formalarni qilsangiz bo'ladi. No, ular faqatgina vaqtinchalik 2-3 oy turib beradi sizda. No, gel o'zi eng rasvo preparat. Rasvo gelda. U oqishi bor. Bitta joyda turmaydi. Gel filler bilan to'g'rilashadi. Biz burunni qiyshiqligini ko'tarish, nit bilan ham qilishadi. Nit 10-15 kunda уже tushib ketadi. 1 oylab, 2 oylab turmaydi. Bu narsani ko'rmaganman. Fillerlar bilan to'g'rilashadi. Yaxshi qattiq plotning gellar bilan bu eng rasvo ishda. Bu narsani qilmagan yaxshi.